tahajjudga turup, ayalın oygotup, çoğut nafile okuyup turgan bolsa 2 rekat zikir kıluvchilarning qatarına qo'shiladi. Abu Amr ibn Salah degan cho'ng olim shundan so'rashdi deydi. Qanday zikirlerdi qilsak biz ko'p zikir qilgan adamlarning qatarına qo'shilamiz biz. Degende javob berdi, eng sonuncu javob tuğandır, qarag'la. Egerde deydi, payg'ambardan sabit bo'lgan, erta menenki jana kechki dualardi. Oşondoy ele ahvolga jarasha bo'la turgan dualardi. Uyga kirgendegi, uygan chiqqandagi dua, kiyim kiygendegi, ichgendegi dua, suv ichgendegi, qo'ygandagi dualar. Oşolla dualar to'liq atkara berse, oşol ko'p zikir qiluvchi erkeklerin jana ayollarning qatarına qo'shiladi deydi. So'zda ming tesbih sharak o'tirib, yo'q андай emas. Hem zikir tatkan yaxshi, biroq payg'ambar o'shan tatkan bil hurmat андай tatkan emas da. Janaga o'zingizning sunniy dualar degandile o'qiyib bersang, sen ko'p zikir qiluvchilarning qatarına qo'shilasindagi, Xudoy taoloning Qur'ondagi maqtagan insonlarning tayfasına giresin degan ma'ni. Men shuni o'qiganda abdan suyundim. Kechki o'tirib al tartilbay qalamiz da. Biroq har narsa o'z vaqtida aytilaversa, oşol zikir qiluvchilarning qatarına qo'shadi dedi.